Do'stim, yaxshi keldingmi? Max. Max. Qiynalganga o'xshaysan. Qonli janglarda qatnashdim. U yerdan senga ravo ko'rmayman jo'ra. Lekin o'sha jang maydonidan ham senga sovg'a olib keldim men. Nima bu? Bu hali nemis jangchisi Miroslav Klozenning tishi. Zvachka haqida kelyapti-ku. Bechora sho'rli og'rimatda zvachka chaynagan shekilli-da. Yur, senga aytib beradigan gaplarim ko'p. Dardim ichimda, dardim ichimda. Vento sussurra histórias sem fim. Madrugada, só quero sonhar. Wow! Zo'rmi? Qatta o'rgangansan bu raqsni. Qavazida qo'yadi. Qavaz o'ynaysizlarmi? Qavaz emas. KGB. Ama qavaz deb eshitdim-da. KGB, ya'ni Karib dengizi qaroqchilar. Maxsus mashqlar badan nima Qizdirish uchunmi? yo'q. Qatib qolmaslik uchun. Yaqinda hamma joyda shuv bo'lib ketdi, bitta seriozniy odamni ishxonasidan o'g'irlab chiqib ketishdi. Ba'da eshitganday bo'ldim. O'shan kim o'g'irlagan bilasan? Manman dema faqat. O'shasanmi, a? Endi yolg'on gapirmayman-ku, manman-da o'sha. Xo'p, qanaqa uriladi? Xullas, naqs gupa bilan kirdi aka, yuring ketdi desam, yo'q, ishlar ko'p dedi. Aka, yuring, ochiqcha xijolat bo'lib qolasiz ham, yo'q deyapti. Lekin nima A, qop kiydirdingmi boshiga? Ha, ot kirdirdingda shu vertolyotda olib chiqib ketdik. To'g'ri, vertolyot ham bor edi, lekin a? To'g'ri. Nima?